The love of Muhammad and his family is my true religion, my religion. Bundan 14 asr muqaddam mana shu siz bilan biz bugun suyib eslayotgan mahbub payg'ambarimiz alayhissalom tavallud qilgan edilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh aytganidek, agar u zot bo'lmasa dunyo yaralmas edi. Payg'ambarimiz alayhissalomni vaqtiki kelib payg'ambar bo'lishliklarini, dunyoga kelishliklarini, ismlarini Muhammad bo'lishligini ham iroda qilgan Allohim o'zi mana shu soatni yaratib, shu soatga imkoniyatini qo'yib, ayni keladigan kunlarni ham o'zi tayin qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhissalomning otalari Abdulloh, bobolari Abdul Muttalib, Qurayshlar qabilasidan, Hoshimiylar sulolasidan, go'zal bir oiladan edilar. Ular qarangki, vaqtiki kelib butun ummat o'sha tomonga yuzlanadigan Ka'baning xizmatchilari edi. Ka'ba esa yer yuzidagi Allohning ramziy uyi hisoblanadigan bir baytdir. Allohning uyi deb atalinadi, zero Alloh la makon. Allohning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Bizning Hanafiy mazhab ahli sunna ulamolarimiz, aqoid ulamolarimiz innalloha la makon, Allohning makoni yo'q deb o'rgatgan. Lekin qalbimizga doim bir makonga muhtojlik bor, bir jihatga muhtojlik bor. Biror bir kishiga yuziga qarab gaplashishimizda rohatlik bor. Banda sifatida Allohni qayoqqa qarab murojaat qilishlikni ham bizga tayin qilib, yer yuziga Alloh o'zining ramziy bir uyini, Baytullohni, Ka'bai muazzamani bino qildirgan. Payg'ambarimiz alayhisalomning ajdodlari mana shu Ka'baning xizmatkorlari o'laroq hayot kechirganlar. Lekin u oilada Odam alayhissalomdan beri silsila, o'sha Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom dedilar. Mana Mavludi Sharifda ham keladi, boshqa tarixiy sirat kitoblarimizda ham Ismoil alayhissalomga olib borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shajaralarini taqiydilar, silsilani ulaydilar. Mana shu silsila to Rasulimiz alayhissalom tug'ilgunga qadar o'tgan ajdodlarini hammalarini oilalarida hech kimni aqli yetmaydigan, tasavvur qilmaydigan ajib bir karomat bor edi. Kim? Mana Abdullohning otasi Abdul Muttalib, ularning otalari Qurayshlar, o'sha Abdumanof, hammalari qaysinisi payg'ambarimizga bobo bo'lib, ota bo'lib, ajdod bo'lib taqalayotgan bo'lsa, shu odamdigina yuzida, peshonasida bir nur bo'lar edi. Uni ular bilmas edi. 10 ta o'g'li bo'lsa ham ichida bittasida nur bo'lardi. Mana shu nuri bori u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shajaralariga ulanadigan bobolari bo'lar edi. Ular mana shunda bir fazilat bor, bir xislat bor deb qo'yardilar xolos. Lekin mana shu nur payg'ambarimiz alayhisalomning nuri ekanligini bilmas edilar. Nur o'tdi, yillar mobaynida silsila o'tib Abdul Muttalibdan esa o'g'li Abdullohga o'tdi. Abdul Muttalib o'g'li Abdullohga qarab kular, termilar, suyib erkalar. Bobomizdan meros bo'lgan nur senga o'tdi bolam der edi. O'zidagi nur Abdullohga o'tgan edi. Haqiqatda Abdulloh juda ham go'zal odam, go'zal yigit edi. Hamma ko'rganlar havas qilardi. Qaniydi mana shu yigitni biz kuyov qilsak deyardi. Ba'zan o'tib ketayotganda o'zini ushlay olmagandan ayollar takliflar berardi. Menga uylangin, men senga turmushga chiqay Abdulloh deyardilar. Biror bir kishining jur'ati Abdullohga tik gapirishga bora olmas edi. Har qanday odam oldiga borganda peshonasidan, yuzidan chiqib turgan nurdan o'zini yo'qotar edi. Abdul Muttalib ham shu o'g'lini boshqacha ko'rar edi. Qaror qildilarki, men ham bir endi ota bo'lib o'g'lim Abdullohni uylasam, bu yuzlari munavvar o'g'limga kimni kelin qilsam ekan dedilar. Hammaga taklif berdi. O'g'lim Abdullohni uylamoqchiman dedi. Hamma so'raydilar, o'sha yuzida nuri borini uylamoqchi ekanlar. Peshonasida ajib bir istarasi bor o'g'lini uylarkan, hamma orzu qilyapti qudachilik rishtasini bog'lashlikka. Bu xonadonga kelin topishar, bu xonadondan kelin topar. Abdullohning otalari Abdul Muttalib borardilar-da, kelinni oldiga borar, xonadonda gaplashar.
hamma yo'g'i yaxshi bo'lar edi, ammo nimagadir qalbida muhabbat tuyg'usi yo'qolib qolaverar edi. Shuni kelin qilaman deb borgandan keyin o'sha joydan aynib qani bir o'ylanaylikchi deb qaytib kelardi. O'zlari ham bilmasdi nega bunday bo'layotganini. Haqiqatda ham bilmaydilar, chunki Abdullohning jufti halolini kim bo'lishni yaratganini o'zi ixtiyor qilardi. Chunki bu buyuk juftlikdan buyuk bir zot dunyoga kelishligi kerak edi. Ana shuning uchun ham Alloh taolo bu qalbdagi muhabbatni sug'urib kutib turdi. Oxiri xabar keldiki, shu o'zimizni qabilamizdagi Vahb degan odamda bir qizi bor ekan, Omina degan qizlari bor ekan. Uni yuzi ham xuddi Abdullohning kabi nurli ekan dedilar. Yuraklari jig'illagan Abdulmuttalib shuni ilinjida bordilar. Haqiqatda ham Abdulloh o'z xonadonida qanaqa nufuzga, qanaqa hurmatga, qanaqa go'zallikka ega bo'lsa, Omina qizlari ham xuddi shunday ekan. Ikkita bir-biriga mos bo'lgan juftlikni ko'rdilarda, mana shu qizni kelin qilishlikka qaror qildilar. Bu juftlikni Allohning o'zi iroda qilgan edi. Buyuk zotning onasi kim bo'lishligini ham Allohning o'zi tanlagan edi. Omina onamiz bilan Abdulloh orasida buyuk bir rishta, buyuk bir nikoh bog'landi. Keyin aytib o'tishligimiz kerakki, Mavlud-i Sharifda zikr qilganidek, Payg'ambarimiz alayhissalomdan to yuqoriga qancha ajdod ketgan bo'lsa, birortasi benikoh turmush qurmagan. Hammasida sifohlik bo'lmagan, nikohlik turmush bo'lgan. Abdulloh bilan Omina onamizni nikoh qildilar. Buyuk bir juftlik paydo bo'ldi. Omina onamizni olib keldilar. Abdulloh otalari Abdulmuttalibdan duo olib, yangi rafiqasining huzuriga kirib ketayotgan edilar. Ibn Hishom degan ulug' tarixchi olim o'zlarining Sirat-ın Nabaviyya degan kitoblarida Ibn Ishoq degan olimning kitobidan bir parcha keltiradilar. Bir voqeani yozadilar. Keling voqeani eslaylik. Abdulloh otalaridan duo olib, Omina huzuriga kirib ketayotgan edi. Yo'ldan bir ayol chiqdi. To'xtatib, "Siz Abdullohmisiz?" dedi. "Ha, Abdullohman." "Abdulmuttalib o'g'lisiz." "Shunday. Sizni qidirib kelgan edim. Xizmat singlim" dedi. "Sizga turmushga chiqmoqchi edim" dedi. "Kech qoldingiz. Men uylandim. Hozirgina nikohlandim. Hozir otam Abdulmuttalibdan duo oldim. Rafiqamning huzuriga kirib ketyapman" dedi. Qiz yig'lab turib oldi. "Hattoki agar siz menga uylanmasangiz, o'zimni jonimga qasd qilaman" degan gaplarni gapirdi. Hayron bo'lgan Abdulloh otasi Abdulmuttalibga bir ayol keldi. "Juda qiynayapti, sizga turmushga chiqmasam bo'lmaydi" deyapti. "Nima qilay?" dedi. "O'g'lim, bugun birinchi hayotingizdagi barakali, fayzli kunda yomonlik bilan boshlamaylik. U qizni yupating. Sabr qil. Bugun otam nikohlagan qizning huzuriga kirmoqdaman. Sabr qil, ertaga seni ham nikohimga olay deb ayting" dedi. U sabr qilsin dedi. Bu gapni aytganda haligi ayol noiloj ko'nib o'tirib qoldi. Abdulloh Omina onamizning huzuriga kirdilar. Bu kecha Alloh ixtiyor qilgan. Alloh taolo o'zi yaratgan bandalarini qachon juft bo'lishligini, birga bo'lishni iroda qilgan kun edi. Abdulloh Omina onamiz bilan uchrashdilar, suhbatlashdilar. Ertalab chiqsa, haligi ayol ketmasdan kutib turgan ekan. Shunda qaradilarda Abdullohning yuziga termalab turib, bir burildida qaytib ketdi. "To'xta" dedi Abdulloh. "Ey ayol, kecha men uchun joningni fido qilayotganding, nega burilib ketyapsan?" "Sizga haqiqatni aytmagan edim" dedi. "Men akam bilan birga barcha avvalgi kitoblar, Injil va Tavrot hammasini o'qiganmiz. Butun diniy manbalarda o'qiganmiz. Shu kitoblarda oxir zamon payg'ambari dunyoga kelar ekan, mana shu Makka mukarramada tavallud bo'lar ekanlar. U zotni tavallud qildirishga sabab bo'ladigan otasini peshonasidan nur bo'ladi degan o'qishni o'qib, butun Quraysh erkaklarini istab chiqib shu nurni sizda topgan edim. Sizga turmushga chiqmoqchi bo'luvdim. Chunki oxir zamon payg'ambarining onasi men bo'lsam deb orzu qiluvdim, lekin adashgan ekanman. Ertaman chiqqanda sizdan nurni ko'rmadim" dedi. Haqiqatda endi bu nur Omina onamizga ko'chib o'tgan edi. Omina onamiz dunyodagi eng go'zal kelinchakka, eng go'zal ayolga aylangan edilar. Dunyoda bunaqa baxtli oila bo'lmagan ekan. O'zlari 2 oygina yashashgan bo'lsa-da, bir-birlariga muhabbatlik, sadoqatli edi. Abdulloh Omina onamizni kundan kunga yaxshi ko'rib borar, kundan kunga iltifot qilardi. Omina onamiz esa kundan kunga o'zini baxtli sezar,
har kuni yangi bir o'zgarishlarni ko'rar, yuzli chiroylilashib borayotgani, badani yengillashib borayotganidan hayratlanardilar. Bir voqea bo'ldi. Qurayshliklar, bilasiz, Makka juda sahro xalq, sahroyi xalq, daraxt yo'q. Abdullohning qalbiga bir xalqi uchun, yurti uchun xizmat qilishlikdek buyuk bir xizmat ilinji paydo bo'lib, o'zining tog'a qarindoshlarini eslab qoldi. Abdullohning tog'alari Bani Najjor degan qabiladan bo'lib, ular Yasribda, ya'ni hozirgi Madinai Munavvarada yashardilar. Ular dehqon edilar. Ba'zi birlari duradgorlik bilan shug'ullanganligi uchun Najjor laqabini ham olgan edi. Najoriylarning huzuriga borib, xurmo ko'chatlarini olib kelib, Makkaga ekib xurmozor qilish niyatida Abdulloh otasi Abdulmuttalibdan ruxsat so'rab, Madinaga safarga ketdilar, Yasribga ketdilar. Chiqib ketayotganlarida dunyodagi eng go'zal ayoli bo'lgan, suyukli mahbubasi bo'lgan Omina onamiz kuzatib qoldilar. Eshik oldiga borar ekan, orqalariga bir qaradilarda, nima olib kelay dedilar. Men Yasribga ketyapman. Alloh sizni o'z omonatida saqlasin, yaxshi borib keling deyishdan boshqa gapni aytmadilar. Lekin ikkalasining ham qalbi o'zgacha, niyatlari boshqacha bo'lishiga qaramasdan qalbida ozgina bo'lsa ham bir g'ashlik bor edi. Omina onamiz Abdullohni to qorasi yo'qolgunga qadar orqasidan termilib qoldilar. Aziz obunachilar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'ling va har bir video ostidagi like tugmasini bosishni unutmang. Alloh rozi bo'lsin.